Bu qissadagi yana bir danışman Chenggung to'g'riliq so'zlab baqayli. Chenggung Lübo Saosovga yengilgandan keyin nimishqa qechib ketmay Saosovga o'zini tutib turdi. Qissa haqida bayon. Qarsak Chenggung bu qissadagi muhim danışman mushavirlarning birisi, biroq buningmi umri qisqa kelib qolgan. Bu o'z hayotida qarsak jahondagi birinchi batur Lüboga ergishdi. Qissaga qarsak Saosov boshda Dongjuoni qaslashib mag'lub bo'lgandan keyin qechib yurib Dongwon nahiyasidagi Chenggungning qo'liga tushib qoldi. Chenggung buni dastlabida zindonga tashlab, kechasi asta berib tintinlab baqidi qeshir kirdi. Bu yerda Chenggungmi aslida ko'ngli buyuk orzusi bor. Nayt aqlli Dongjuoga nisbatan bir o'chmanlik bor, o'zi nafratlanayotgan bir kishi bo'lg'ashqa. Bu yerdagi Saosovni bir o'kti qopli nim qilib qo'ygan bir qaram lükchak kalvami Dongjuo qarlab qo'ygan va yoki ko'ngli buyuk orzu nishoni bir batur azmat mulu deb o'ylab Saosovning qeshiqdan to'nglab baqib keldi. Endi bu yer Saosov qanday odam? Saosov degan nayt gapdan so'zman, bu katta bir danışman bo'lmishmi? Ham nayt katta psixolog. Chenggungning kelib bunga bir necha eg'iz degan gapidilla, Chengung chin tutsam oyat qog'dakman. Manda deb allı burun ko'ngli jin kirib bo'ldi. Shuning bilan barcha yolg'on, yovda ras yolg'on gapni aralashtirib, Chenggungni o'ziga qoyil qilib, bu yerda oyat qilib, Chengung bilan ikkisi birga qechib ketdi. Biroq yo'lda qechib ketib berib, o'zining dadisining qasamdishi, qeyrni kirgan vaqtda bu uydagilar, bu emas, hatto qeyr eshakdan tortib kelib o'ltirayotganini ko'rib, bu Saosovning layt qarniyat vahshiy bir odam ekanligini ko'rib, Chengung bu yerda sen nafratlanib qolding. Öldürdüler, lekin bunu taşlap yüzü ketdi. Keyin qarsak Lübo orada Ziminbegi Wang Yunning kuchgarchi bilan Dongjuoni o'ldirdi. Biroq bu yerda parda qildi kim bor? Chenggung bor. Chenggung buni parda qilib turib bir qo'lni urlashtirdi. Endi bu yerda lekin Chenggung Wang Yunni yaxshi boshqaranmay, Wang Yunni o'z gibi qoyil qilinmay, oxirida bu ish buzildi. Ya'ni bu vaqtda Dongjuo o'lgandan keyin Wang Ziminbegi bu vaqtdagi o'rdagi birinchi cho'ng amaldor aylandi. Shuning bilan bu yerda Dongjuoning ikkinchi, uchinchi botir deb namagan Lijue Gosila bu yerda el bo'lib kelsa, Wang Yun degan bu qeyri bularni o'zi yaratmay senlen kürdümeyle aqlay şaqlay deb Dongjuo olgan o'chmanlikda tugmay malag'im o'shulib bulan kürdümeyle bu yerda qarsak Chenggung qayt nasiyat qismi bu Wang Yun bu qeyr Ziminbegi bunu anglamay. Shuning bilan bu yerdagi Lijue Gosila o'kti qopib bu o'rda bosib kirdi. Shuning bilan bu yerda Chenggung Lübo bilan birga qo'shin boshlab chiqdi. Keyin Saosov bilan urushib bir yengilgandan keyin bu yerda qechib Shujoni saqlayotgan Liu Beiga beqiniq keldi. Bu yerda Liu Bei bularni nayt yaxshi kutib oldi, berib Xiaopi baliqni birdi. Keyin bu Zhang Feining mayxo'rligi tufaylidan Lübolar yeni kelib bu Shujoni tatib oldi. Keyin Saosovga Gojaning aql ko'rsatishi bilan Qinning otibalning tikosiga dastlab ketdi bu yerda Lübo. Qattiq maqtab kuchirib buni qilsa Lübo masxush bo'lib bu yerda Chenggung qayt nasiyat qismi buning nasiyati quloq solmay oxirida ziyon tatib Shujoni tatqisib qo'ydi. Keyin Xiaopi baliqda qattiq yomg'ir yog'ib ketgan vaqtdami bunun nasiyati quloq solmay voy amra xotinim ma bo'ldi deb fursatni ketkizib qo'ydi. Oxirida bu yerda Lüboning qo'lidagi bu sarkardalar Lüboni bog'lab Saosov tutib berib biz allomoqchi sovbashvadirga degan vaqtda bu yerda Saosov boshqa qat'iy ishonmaydi. Bu chuqum Chenggung tayning topgan bir yilisi. Shu mushtaq yillarni o'ylab chiqa oladi u aqlli odam. Endi bu yerda hatto bizmi ko'rgan vaqt shunday o'ylagan. Chenggung bir yil so'p qolsa, Lübo bundaq bir yengilmasa Saosovni g'alaba qilib ketsa deb o'ylagan. Biroq bu yerda rastilla shunday tutib turdi. Endi bu yerda Chenggung biz degandek shunday yili ishlasimi bo'ladi. Va yoki qechib ketib boshqa pasballarga yoki Liu Beiga yoki Yuan Shaoga alaybalay birasiga beqinsin bo'ladi. Biroq bu yerda Chenggung Saosovning kelib yüzünü tutib ketishini, yüzünü o'lim bakkum qilishini saqlab o'ldirdi. Nemishqa? Chunki bu bir necha yil mobaynida Chenggung nurg'un so'qoqlarni beshidan o'tkazib, bu yerdagi mayli Liu Bei, mayli Saosov, mayli Yuan Shao kimli bo'lsin, bularning hammasining shu Dongjuoga o'xshash, og'zida haqqonlikni yo'llash, elni ro'noq topib shuar bo'lgan bilan hammasining noyat qarniyat
öz menfaati uchun har qanday bir qarniyat ishlarni qilishni yonmaydigan nayt vahşi bir kişiler ekanligini his qildik. Ya'ni jondan ro'y qaytdi deymizmi buni? Buning bilan bu jon yana davomli yashab bunday ishlarni qilgandan o'lib ketganim yaxshi degan keldik. Bunga qarasak nayt aqlli, dona bo'lgan bilan buning eng cho'ng kamchiligi nima? Başqalarni qoyil qilish kuchi ojiz, ya'ni rahbarlik qobiliyati nayt ojiz. Ya'ni navoda buning shunday bir qoyil qilish kuchi cho'ng bo'lgan bo'lsa, en dastlabda Wang Ziminbekni, Wang Yunni o'zini gapi kirdira olgan bo'lsa, Li Jue Gosularni bu yerga akirib ishlatgan bo'lsa, orada balkim ro'naq topadi. Va yoki buningdan keyin Luboni o'zini gapi kirdira olgan bo'lsa-da, ishlar boshqa yo'latdi deb o'ylayman. Sizlar-chi? Necha kundan kitob chiqarsam bak Uyg'urcha kitob deb ketdinglar. Bugun mana shu 4 klassik asarning birisi bo'lgan G'arb sayohatining 4 tomliq Uyg'urcha oliy nashrini Seyr Qaruga esib qo'ydim. Astadaki seti olay degan xatni besib shu yerdan setib olsanglar bo'ldi. Mal Urumchidan silindi bu kitobdan yana bir 30-40 parchada qolibdi. Yoqtirib setib olay, saqlab qo'y deganlar, sizdan setib olsanglar bo'ldi. Rahmat.